eng arzon Audi kanalda eng arzon narxda 2020-yilda ishlab chiqarilgan 3-padisi avtomat korobka Elegant Plus Gentra mashinasi, rangi oq, holatlari zo'r, 16 diskalar qo'yilgan, archa balonlar qo'yilgan ekan, tonirovkalari bor, 3 oy ruxsatnomasi ham bor ekan. ABS, luk, konditsioner hamma yo'g'i bor, ishlaydi mashinada. Tesla monitorlar qo'yilgan, 254 ming yurgan, 908 magical pultlar bor, signal obyektlar bor, holatlari yaxshi. Buni holatda yaxshi qo'yilgan qilingan, motor hadava korobkalarida ham hech qanaqa ishlar yo'q ekan. Bemalol tekshirib ko'rsatib olishlar mumkin. Pakelena propan gazdagich qo'yilgan, olib minishga tayyor holatda turibdi. Kraskasi kelsa 30% kraskasi bor ekan, bemalol tekshirib ko'rsatib olishlar mumkin. Ustitri mashina bir qarichcha sepilgan joyini ko'rdim ustitrida. Yana bemalol tekshirib ko'rsatib olishlar mumkin. Gerbli laboylar qo'yilgan. Kuzovda mashina chiqirilib qolgan joy bor ekan, bilinmaydi, ko'rsatib o'taman. Mashina Qo'qonda narxini oxirgi narxi $7,900 ga kelishib qo'ydik. Bemalol telefon qilib baraka qilishlar mumkin.